Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Hozir shu bilan ikkinchi marta Tulchayna Chilonzor tuman prokuraturasi qo'ng'irog'imni qabul qildi. Молодец. Lekin natijasini qarang, nima bo'ldi? Murojaatim 1 tiyin bo'ldi. Huquqim, hurmatim. Avvalambor aynan Chilonzor tuman prokuraturasi dalillarni yo'q qilgan, jinoyatlarni yashirgan Chilonzor tuman ichki ishlar boshqarmasini himoya qilgan holatda arizamni o'zim qo'liga yuborgan 10:00 ishonch telefoniga qilgan murojaatimni va endi bular hozir har tomonlama o'zlarini olib qochyapti. Mana zapsda ko'ring, guvohi bo'ling. Olgani yaxshi bo'ldi. 17-iyul, ya'ni 6-oy 2026-yili telefon qilganimda natijasi bo'ldi. Mana hozir ham natijasiz bo'ldi. Bugun 22-iyun 6-oy 2026-yili. Umuman ko'rib taajjubdaman va noroziman. Любой prokuraturaga telefon qilaman, hali yana boshqa ko'rasiz. Video zaps qilaman. Sizga YouTube orqali yo'naltirib taqdim qilaman. Ko'ring va guvohi bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli O'zbekiston Respublikasining Prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Hozir soat 15:35, bugun 22-iyun 6-oy 2026-yil. Men sizga prokuraturalarni qanday ishlayotganligini ko'rsatib berish uchun hozir video syomka qilyapman. Ko'ring va guvohi bo'ling, prokuraturalar nima ishlar bilan shug'ullanyapti. Men o'z fikrimni aytib o'taman, taxminiy fikrlarimni. Eng muhimi, gapim rostligini bilib o'tirsiz. Video oxirida ko'rib, tushunib guvohi bo'lasiz. Yo ular men telefon raqamini bilishib atayga olmaydiman telefon raqam qo'ng'irog'imni. Yo bo'lmasa ular ish joyida yo'q. Yo bo'lmasa ular qasddan fuqarolarning murojaatini qabul qilmayapti. Endi hozir telefon qilamiz, prokuraturalarga telefon qo'ng'irog'ini oladimi, olmaydimi tomosha qilamiz qani. Birinchi boshlaymiz qayerdan? Yuqori Chirchiq tuman prokuraturasidan boshlaymiz qani. Assalomu alaykum. Siz Yuqori Chirchiq tuman prokuraturasiga qo'ng'iroq qildingiz. Xodimning ichki raqamini tering yoki mas'ul xodim javobini kuting. Yuqori Chirchiq tuman prokuraturasi menga telefon qilganida ichki raqamini bermagan. Mas'ul xodim kutaman. Mana shunday yo'l tutib sizga ko'rsatmasam, juda ko'p narsa yashirinib qolib ketyapti-da. Prokuratura faoliyatlari qolib ketyapti. Mana olmaydi hamda bular. Fuqarolar murojaatlari bularga 1 tiyinda fuqarolar murojaatlari bor, bularga 1 tiyin. Yuqori Chirchiq ko'rdik, endi Chilonzor tuman prokuraturasini ko'ramiz qani. Assalomu alaykum. Siz Chilonzor tuman prokuraturasiga qo'ng'iroq qildingiz. Xodimning ichki raqamini tering yoki mas'ul xodim javobini kuting.
Alo. Assalomu alaykum. Sizlarga 17-iyunda telefon qiluvdim. Behruz ismli hamkasbingiz oluvdi. Taniysiz-a? Behruz taniysiz-a? Men sizlarga qo'ng'iroq qilishimdan sabab Chilonzor tuman prokuraturasiga meni 10:00 ga qilgan ishonch telefoni qilgan arizam yetib kelgan edi sizlarga. O'sha arizamni qarangki, Chilonzor tuman ichki ishlar boshqarmasiga beribsizlar qaytadan va haligacha javob xatsiz natijasiz kelyapman. Bu ular dalillarni yo'q qilgan, jinoyat ishlarini yo'q qilgan. A? Uristemov Murat Rispekovich. Yo, portalda yozganingizni so'rab javob qildi akajon, hali ko'ryapti ijroda. Nega menga qo'ng'iroq qilmayapti hech kim? Men unisini bilmadim endi akajon. Meni murojaatim borda Chilonzor tuman prokuroriga. Men bilan telefon orqali gaplashsak bo'ladimi? Yo'q akajon, men hozir sizdan boshqa odamlar ham borda qarashim kerak. Hozir o'zimman. Yo'q, mayli qarang, lekin men sizga aytib so'rayapman sizdan. U iloji bormi, yo'qmi? Shuni ayting bo'ldi. Hozir mana javob xati olasiz. Javob xati olganingizdan keyin uni olib turib, mana zam bor. Prokuror o'rinbosar. Ne'matulloy Lazzaga degan odam. Aha. Odam bilan uchrashasiz aka. Agar shu odam bilan ishingiz bitmasa, keyin ana prokurorga chiqsangiz bo'ladi akajon. Nega men to'g'ri prokurorga chiqishim mumkin emasmi? Chunki ertaga nimaga san ko'rmading, nima mana narsalarni kontrol nazorat qilmadilar endi bularga ham gapirib qoladi-da. Qani unda men qanday bog'lansam bo'ladi o'sha siz aytayotgan Ne'matullo akami kim? Mana javob xatini olib oling akajon, oldin javob bilan gaplashing, oldin javob xati bersin, помощник. Unda o'sha murojaatim bo'yicha sizdan so'ramoqchiman. Qaysi sanada edi o'sha murojaatim? Sanasini aytib bering, iltimos. Murojaatingizni raqamini yozib oling akajon. Hozir. Ayting. 4 chiziqcha. Nechi? 4 chiziqcha. 4 chiziqcha. 330 330 041 041 26. 26. Bu bo'yicha arizingiz registratsiya qilingan bir kart raqam orqali sizning arizingiz registratsiya qilingan. shu raqamga qo'ng'iroq qilsam bo'ladimi yo boshqa raqam bormi o'sha Ne'matullo akani? Bu raqamlar hozir agar помощник hozir ko'pincha yonida o'tirib, joyda o'tirmayapti. Betga militsiyasiga chiqib ketishyapti. Javob xati bersin akajon, Menga sanasini aytib bering. Qachon jo'natgansiz mana shu xatni? Iltimos, sanasini ayting bo'ldi, sanasini. Xatga jo'natganman. Mana shu hozir aytyapsiz-ku, 4 chiziqcha 330. Hozir sizni kirish, bizni prokuraturaga kirish raqamingiz bor. Keyin shu orqali sizlarni topishadi. Men hozir iloji yo'q topib berishdi. Bir bog'lab shu yordam beringlar, sizga qo'ng'iroq qilyapman men, zarur bo'lib. Iltimos. Men aniqlashim kerak hozir vaziyatlarni o'zim uchun. Mening murojaatlarim ko'p bu, iltimos. Bo'lmasam bilish kerak. Hozir siz mana raqamni telefon qiling-da, ichki raqamni kiriting degan paytda 5874 ga telefon qiling. 5874 da o'sha To'ray Javohirni so'rang, shu yerdami? Agar bog'lash iloji bo'lsa bular berishadi. 5874 a? Rahmat, salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Mana hozir ko'ramiz, qani men boya qo'ng'iroq qilgan zaftlarim bor, olmagan edi. Hozir men ma'lumotni kiritib o'tay, boya nechida qo'ng'iroq qildim. Hozir olgani yaxshi bo'ldi. Boya 14:58 da telefon qildim. 1 minut 55 sekundgacha mana shu qo'ng'iroq olinmagan edi. Men chunki bir marta qo'ng'iroq qilish sababi boshqa prokuraturaga qo'ng'iroq qildim. Ularning zapsi ham bor. Hozir asosiy masalaga o'taylik. Zaps ko'payib ketmasin. 9 minut bo'lib qolibdi o'sha. Hozir endi raqam telefon qilamiz qani. 15:35 da telefon qildim. Hozir 5 minut 33 sekund suhbatlashdik. Bugun 22-iyun 6-oy 2026-yil. Assalomu alaykum. Siz Chilonzor tuman prokuraturasiga qo'ng'iroq qildingiz. Xodimning ishi haqida bering yoki mas'ul xodim javobini kuting. 5874 raqamni terdim mana.
Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Man murojaatim bo'yicha sizlarga qo'ng'iroq qilib chiqyotgandim. Hozir ichki raqamingizni nima mas'ul xodim berdi-da. Shunga mani murojaatim ko'rib berasizlarmi? Qaysi sanada nima bo'ldi? Chilonzor tuman ichki ishlarga berib yuborgansizlar, ular ustidan shikoyat qilsam hamda shunga shuni nazorat qilyapsizlarmi? Nima bo'lyapti? Iltimos shuni. Mani o'zimni ismi sharifim Uristemov Murat Rizbekovich. Kim? Uristemov Murat Rizbekovich. Chinoz tumanidan telefon qilyapman, fuqaro. Kim? Uristemov Sondaga oshxonani odam ko'p edi. Uristemov Murat Rizbekovich. Mana ahvol. Hozir bu qilgan ishini shunda to'g'rimi shunda? Bu qilgan ishni qanday tushunsa bo'ladi hozir? Qayta qo'ng'iroq qilamiz, qani. Tomosha qilamiz. Assalomu alaykum. Siz Chilonzor tuman prokuraturasiga qo'ng'iroq qildingiz. Xodimning ichki raqamini bering yoki mas'ul xodim javobini kuting. 58-74. Tajibdaman. Mana olmayaptilar. Mana ahvol. Hozir qayta qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Siz Chilonzor tuman prokuraturasiga qo'ng'iroq qildingiz. Xodimning ichki raqamini bering yoki mas'ul xodim javobini kuting. Hop, ko'ramiz oladimi, olmaydimi? Jimotir. Mana olmadi. Mana ko'ring, guvohi bo'ling, mana olmadi. O'chirib tashladi mana. Mana umuman prokuratura ish faoliyati mana shundan iborat. Mana men aytayotganim boshida olmaydi deganim. Olgan taqdirda ham mana shunday vaziyatda mana menga qilayotgan ishini qarang bularni. Mana bular bir-biriga siltadi. Men odam bo'lib telefon qildim. Ichki raqam 5874 ga. Telefon raqami Chilonzor tuman prokuraturasining telefon raqami +99 871 202 0765 mana. Olmadi telefonni. Bu nima shunda prokuraturalar xohlagan ishini qilib yuraveradi, biz fuqarolar murojaatni hal qilmasdan yuraveramizda. Tem bo'lib bu Chilonzor prokuraturasi arizamni kim ustiga yozgan bo'lsam, o'zim qo'liga yuborgan. Ya'ni Chilonzor tuman ichki ishlar boshqarmasining o'zim qo'liga yuborgan. Ular juda katta dalillar yo'q qilgan jinoyatlarni yashirib, oldingi sobiq ichki ishlar boshlig'i Tillayev Ikrom bilan hozirgi boshlig'i ham bemalol jinoyatlarni yashirib, xohlagan ishini qilib yuribdi. Telefon qilganimda guduk ketayotgan joylarni kesib tashladim. Men shuni tushundimki, prokuratura va ichki ishlar va sudlar tizimini ko'rsatishim kerak ekan. Ana shu joylarda katta gap.